Rossiyada yurgan, Rossiyada bo'lgan bolalar bo'ladi. Hammasida xuddi shunaqa bitta tanish bo'ladi. Ko'chada ketyapsizlar, qo'qqisdan basharasiga bitta ko'zinglar tushib qoladi. Sразу miyalar keladigan birinchi fraza "Можно dokumenты devorga keladi-yu". Bashara sotib qo'yaveradi-da. Haligi bola magazinga kirganda sigaretning nomidan boshqa hech narsani ruscha ayta olmaydigan bola. 50 yil yashasa ham o'zgarmaydi ular. 50 yil yashasa ham shunday magazinga kirib, "Devushka, grusha skolka" deb qo'yaveradi. Yo'q. Ko'chada yurasizlar, hech qaysi so'zni o'qiysiz kelmagan bola, "Отец" degan so'zni ko'rganda o'qib qoladi-yu, bilasizlarmi? O'qiganda ham Sasha Pushkin Nurvinida o'qiydi. "Otec" deb qo'yadi-yu. Voy, unga isbotlolmaysizlarda "Otec" emas, "Отец'ligini. Chunki rostdan ham halijada "Otec" yozilgan onasini emsin. Yaxshi ham biz hali "окончание" degan so'zni ko'rib olmadik-yu bola bilan birga. Menda ham bitta ashlakasi bor edi, Xudoga shukr, deport bo'lib ketdi, bemalol ayta olaman. Ismi Xudoyberdi edi. Qizlar bilan tanishasiz, pont qilaman deb, qisqaroq qilib aytaman deb, ismini qisqarog'ini aytaman deb, nima dedi deb o'ylaysizlar? Bagdan dedi deb o'ylayapsizlar ham? Yo'q, unaqa emas. Kolya deb qo'yapti. Bitta harfi ham bir xil emas, tushunyapsizlarmi?